Assalomu alaykum muxlislarim. Bugun sizlar bilan birgalikda rulet baklava tayyorlaymiz. Ekranda kerak bo'lgan masalliqlarni ko'rsatyapman. Mana hozir muzdek suvga 2 tuxumni sarig'ini qo'shib aralashtirib olamiz. Demak, suv 100 ml. Barcha masalliqlar muzdek holatda bo'lishi kerak. Demak, 2 tuxumni qo'shib oldik. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. 250 gram muzdek sariyog' kerak bo'ladi, 100 gram muzdek smetana. 500 gram un, qoshiqni uchida tuz sepamiz, 2 choy qoshiq razrixlitel qo'shamiz. Quruq masalliqlarni qo'shib oldik. Hozir endi muzdek sariyog'ni qirg'ichni yirik tishidan o'tkazamiz. Sariyog'ni unlab qirg'ichni yirik tishidan o'tkazamiz. Har doim ham video qo'yganimda opисаниеga retseptni yozib ulgurmayman. Kechroq yozib qo'yaman, lekin shunda ham og'zaki sizlarga hamma grammajlarini aytib o'taman. Bugungi masalliqlar uchun 500 gram un yetib beradi. 250 gram muzdek sariyog'ni qirg'ichdan o'tkazib olganimizdan keyin un bilan yaxshilab bir-biriga ishqalaymiz. Urvoq holatiga kelgandan keyin qolgan masalliqlarni qo'shamiz. 100 ml muzdek suv, 2 tuxumni sarig'i, 100 gram smetana. Eslab qoldinglar hammasini. Mana qo'shib olamiz hammasini. Mana endi yumshoqqina xamir qorib olamiz. Ilgari men chig'anoq shirinligini tayyorlab ko'rsatganimda xamirni yarim porsiyasiga sizlarga dangasa paxlava deb mana shu rulet paxlavani ko'rsatib berganman. Bu safar sal boshqacharoq bo'ladi. Xamirga yaxshilab ishlov berib olamiz. Hozir diqqat qilib qarab turinglar. Xamirga ishlov berib olganimizdan keyin xamirni juvalab ozgina ochamiz. Xamirni tindirmaymiz. Mana hozirgina xamirni tayyorladik. Xamirga un sepamiz, jova yordamida ochib olamiz. Xamirni mana shu uslubda tayyorlab ko'ring. Juda ham yumshoq, mazali chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, keyin meni duo qilasizlar. Qalinroq qilib ochamiz, juda ham yupqa qilib yormanglar. Mana endi xamirni taxlaymiz. Konvert qilib taxlab olamiz, paketga o'raymiz, yarim soatga xolodilnikka qo'yamiz. Bizaga yarim soat bemalol yetib beradi, xamir tinib olishi uchun. Hozir bizaga 3 tuxumni oq kerak bo'ladi. Chimdim tuz sepamiz, ko'pirtirishni boshlaymiz. Biza hozir beze tayyorlab olamiz. Xamir tayyorlayotganimizda 2 tuxumni sarig'ini soldik, 2 tuxumni oqi qoldi. Yetmasligi mumkin deb men yana bitta tuxumni oqini qo'shdim. Tuxumni sarig'i uvol bo'lmasin desanglar, xamirga qo'shishinglar mumkin 3 tuxumni sarig'ini. Hozir ekranga qaraymiz. Mana tuxumni oqini ko'pirtirib bo'lib qoldik. 1 stakan shakar qo'shishni boshlaymiz. Shakarni bo'lib qo'shamiz. Demak, yirik ko'piklar ketib, mayda ko'piklar qolgandan keyin shakar solishni boshlaymiz. Yaxshilab qattiqqina beze tayyorlab olamiz. Hozir bizaga mayiz bilan yong'oq kerak bo'ladi. Mayizni 2 xil sovunman men. Ham sarig'i, ham qorasi. Yong'oqni maydalab olamiz. Yong'oqni ham, mayizni ham qo'shganingizda har ikkalasi 1 kosa bo'lishi kerak. 1 kosadan emas, mayiz bilan yong'oq birgalikda 1 kosa bo'lishi kerak. Aralashtirib olamiz. Bu orada 30 minut vaqt o'tdi. Xamirni xolodilnikdan olamiz. Hozir xamirni 2 ga bo'lamiz. Xamirni bir bo'lagini hozir yoyamiz, ikkinchi bo'lagini paketga o'rab qo'yamiz. Men oldin un sepmasdan turib yoyishga harakat qildim. Xolodilnikda ko'p vaqt turmaganligi sababli xamirimiz yumshoq, shuning uchun unlab yoyishga to'g'ri keldi. Xamirni albatta to'rtburchak shakl berib turib yoyamiz. Dumaloq yoyib qo'ymanglar. Hozir xamirga un sepamiz, mana unlab turib osongina yoyib olamiz. Xamir ham oson yoyiladi, unaqa ko'p vaqtni olmaydi. Xamir yoyib olsak bo'ldi. Tezgina nachinkasini sovolamiz, o'raymiz, duxovkaga joylaymiz. Aytgandek, duxovkani albatta yoqib qizdirib qo'yamiz. Rulet paxlavalarni qizib turgan duxovkada pishiramiz. To'rtburchak qilib, yupqa qilib yoyib oldik. Endi nachinkasini joylaymiz. Mana e'tibor beringlar, uzun qilib o'rtaga joylab olamiz. Bu xamirni hali yana 2 ga bo'lamiz. Nachinkasini, ya'ni beze, o'sha mayiz yong'oqlarni joylashtirib oldik. Endi xamir bilan yopamiz, o'rashni boshlaymiz. Yonlarini, hamma joyini yaxshilab yopinglar. Mana ko'rdinglar, yana bitta aylantirdik va 2 ga bo'lib olamiz.
keyingi bo'lagiga ham nachinkani joylaymiz, xuddi shunaqa aylantirib tugib olamiz. Xamirni ikki yon tomonini ham yaxshilab yopishini esingizdan chiqarmanglar. Hozir esa xamirlarni pergament qog'oz solingan duxovka listiga joylaymiz. Ekranda ko'rib turganimizdek mana pichoq urib chiqamiz. Bu deganim pichoqda ustini faqat kesib chiqamiz. Shundan so'ng qizib turgan duxovkaga joylaymiz. 180 gradusda yarim soat pishirib olamiz. Sal nim qizg'ish rang bo'lgandan keyin olamiz. Bu bitta zuvalamiz, bu birinchi list ketdi duxovkaga. Hozir ikkinchi zuvalani ham mana yoyib oldim. Nachinkasini joylab olamiz. Bu ruletda kesilish jarayoni sal boshqacharoq bo'ladi. Meni o'zimga shu variant yoqadi. Demak, qarang, xamirni yopamiz, yaxshilab yopamiz. Xamirni o'raymiz, bu xamirni ham ikkiga bo'lib olamiz. Yonlarini ham yopib olamiz. Hozir sizlarga mana shu birinchisini ko'rsatib beray. Demak, mana o'rab olganimizdan keyin pichoq yordamida butunlay to'liq kesib olamiz buni. Shunda haqiqiy paxlavaga o'xshab yonlaridan bezaklari chiqib turadi buni pishgandan keyin. Boyagi birinchi variantida bezaklari yo'q bo'lib ketadi, bilinmaydi. Ana shuning uchun menga mana bunisi to'liq kesilib olgani yoqadi. Buni ham pergament qog'oz solingan duxovka listiga joylab pishirib olamiz. Men sizlarga tayyorini ko'rsatyapman. Mana bu pishib chiqqani. Yonlarida ko'rdinglarmi? Ozgina bezaklari chiqib ko'rinib turibdi. Mana bunaqa shakar upasini sepib turib dasturxonga tortamiz. Yeganinglarda xamiri og'zinglarda eriydi. Bezesi bor, yong'oq mayizi bor. Juda ham mazali. Hozir endi birinchi listimizni ko'rsataman. Mana birinchi list ham tayyor bo'lgan. Sovib oldi. Endi pichoq urib chiqqan joyimizdan to'liq kesib chiqamiz. Bunda ichiga qarasanglar, yong'oq mayiz to'la bo'lib turadi, lekin bezesi unaqa bilinmaydi. Bu variantiga iloji bo'lsa barga ham to'rab solish kerak, chunki oralari ko'rinib turadi. Bargining rangi juda ham chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Hozir ham yomon emas, chunki orasida sariq mayizi bor, qora mayizi bor, yong'oq bor. Shakar upasi sepamiz, dasturxonga tortamiz. O'sha gap juda ham yeyishli chiqadi, xamiri og'zinglarda eriydi, yumshoq bo'ladi. Demak, hozir sizlarga ushatib ko'rsatib beraman, orasini, ichlaridagi yong'oq mayizlarini ko'rasizlar, xamirni yumshoqligini. Bu tarelkada hozir sizlarga ko'rsatayotganim o'sha bezesi chiqmagani, pichoq urib chiqdi-ku, ana shunisi. Yonlaridan shunaqa mayiz yong'oqlari to'la bo'lib mana shunaqa ko'rinib turadi. Juda ham yeyishli. Mana ushatilishini ko'ryapsizlarmi? Salga o'ylanib ketadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.